Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Qanday sog'u salomatmisizlar? Sizlar bilan mana yana o'z video profillarim orqali ko'rib turibsizlar. Sizlarga yangi yozgan she'rlarimdan bir ikkitasini o'qib eshittirmoqchiman. Bu she'rimni sallohasi mo'min bandalar deb nomladim. Dunyoni ishlariga hayronman, hayron. Kimlardir o'z hayotin qilurkan vayron. Odamlar vahshiyga aylandi yorab, ortidan yaxshilar qoldilar qarab. Odamni o'ldirish oson bo'ldimu, kimnidir paymoni to'lib toshdimu, insonda vo ajab mehr qo'shdimu, yashashdan bandani ko'ngli qoldimu. Balo ofatlar ham boshga yog'ildi, bizlardan do'stlarim nimalar qoldi. Robbim bu boshlarga nelarni soldi, shafqatsiz bir inson jonlarni oldi. Dunyoni tozalash kerakmi deyman, kerak bo'lsa shukr deb qattiq non yeyman. Har joyda maqtanib katta ketmayman, odamlarga nima bo'ldi bilmayman. Qotillik jinoyat avj olib ketdi, jarohat yarasi kimlarda bitdi. Ofat balo kelsa kimlar tushundi, kimlar boylik debon boshini qaylarga urdi. Vaqti bor ey bandalar, oching ko'zingiz, barcha balolarga sabab bo'lmang o'zingiz. Kalimada bo'lsin til bu so'zingiz, molu dunyolarga to'ysin ko'zingiz. Xom sut emgan banda bo'lurmiz bizlar, mol dunyo talashib o'lurmiz bizlar. Bizlardan qoladi yaxshi nom izlar. Dunyoda ko'paysin mo'min bandalar. Mo'min Umurzoq 2025-yil 9-oy 7-chislada yozildi bu she'r. Endi sizlarga olis yo'llar degan she'rimni ham o'qib beraman. Bu yo'llar, yo'llar, bu olis yo'llar, ne insonlarni kuzatgan yo'llar. Bu yo'llardan qancha inson o'tmagan, dardlarin sen birla baham ko'rmagan. Bu yo'lda hech bir zot qolib ketmagan, o'zi birla dunyoni olib ketmagan. Bu yo'llar uzundir, uzundan uzun, gohida uchragay qarg'ayu kuzgun. Bu yo'ldan o'tgaydir kimdir piyoda, goh kimlar o'tgaydir avto ulovda. Kimlardir o'tgaydir otda velikda, kimlardir ketadi birga sherikda. Qancha insonlarga o'zing guvohsan, barcha falokatdan o'zing ogohsan. Bu yo'lga tashlagin bir zum nigohsan, yo'llar qandayligin o'zing guvohsan. Kimlar bu yo'llarni qurib bitirgan, qancha bu shofyorlar shag'al keltirgan. Bu yo'llar qanchalab insonlar ko'rgan, bu yo'lda ne zot odamlar bo'lgan. Bu yo'llar bir xilda tekis ravonmas, bu yo'lda ne bo'lur buni hech kim bilmas. Ko'rib ko'z yetmaydi bu uzoq yo'llar, piyoda yo'l chiqsang kim seni qo'llar. Mo'min Umurzoq 2025-yil
9-oy 12-chislada yozildi bu she'r. E'tiboringlar uchun rahmat. Xonadoningizda hamisha tinchlik, farovonlik, fayz, baraka tark etmasin. Sog' va salomat bo'linglar. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr. Meni qo'llab-quvvatlaganlar qo'llari dard ko'rmasin. Hamisha nimaki niyat ezgu maqsadlari bo'lsa, ezgu maqsadlarga yetsin. Sog' omon bo'linglar. Yana ko'rishguncha deb qolaman. Xayr aziz vatandoshlarim.